Endigi bo'ladigan e'lonlar soliq to'lovchilar diqqatiga. 2024-yilda tuzilgan nazoratdagi bitimlar to'g'risidagi xabarnomani soliq organlariga 1-maydan kechiktirmasdan taqdim etish lozim. Eslatib o'tamiz, buni may.soliq.uz shaxsiy kabineti orqali yuborish mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa, Qo'l markaz yoki soliq qo'mitasini mutaxassislariga murojaat qilishni tavsiya etamiz. Shuningdek, 1-may qishloq xo'jaligi yerlari uchun 2025-yil yer solig'i hisoboti topshirishni oxirgi kuni. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar uchun soliq stavkalari qishloq xo'jaligi ekinzorlarini normativ qiymatiga nisbatan 0,95% miqdorida belgilanadi. Soliqni to'lash tartibi 1-sentyabrgacha 30%ni, 1-dekabrgacha qolgan 70%ni. Eslatib o'tamiz, dehqon xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi yoki tadbirkorlik faoliyatida foydalaniladigan yer va noturar joylarga ega jismoniy shaxslar ham 1-maygacha suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni to'lashlari kerak.